ko'z tegib qolsa qani. Rahmat. Qizlar, mashinkalarni o'chirib turaylik 2 daqiqa. Bugun kechgacha gaplashmadinglar, kelaylik gaplashamiz. Sizlarga chiroyli savollarim bor. Kim tayyor kelib chiroyli qilib javob berishga? Sovg'alari bilan. Tikuvchilik kasbi bilan katta daromadga chiqsa bo'ladimi? Hamma kurs o'tdi. Ey bora, ertadan ishga bormayman degan kunlaringiz bo'lganmi va nima uchun? Qachon bo'ldi? Kirganimga 1 hafta bo'lgan. Tikuvchining eng katta orzusi seximiz bundanda kengayishi, qizlarimiz bilan ahil bo'lib ishlashimiz. Hamkasblar ham opa-singildek bo'lishi mumkinmi? Biz 15 yildan beri birgamiz, opa-singillik bo'lib ketdim. Farq bo'lib qolsangiz, kimni birinchi ishdan olardingiz? Kim ishdan olmasin, nabrot ishchi olardim. 5 yildan so'ng oylik maoshingiz qanchaga ko'tarishadi deb tasavvur qilasiz? 10-15 million. Bir kunga rahbar bo'lib qolsangiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech narsa o'zgartirmasdim. Xonada eng chiqish olmaydigan hamkasbingiz kim, nima uchun? To'g'risini aytishingiz kerak. Yo'q, hammasi yaxshi. Rahbarning o'rnida bo'lgingiz keladimi va nima uchun? Hafiza opam o'rnida bo'lgim keladi. Mazza sayohatlarga chiqadilar. Rahbar qanaqa bo'lishi kerak? Sizni rahbaringiz qanaqa? Rahbar degani hamma jamoani, hamma mana shu yerda ishchilarni boshqara oladigan rahbar bo'lishi kerak. Bizning rahbarimiz qanaqa degan savolga, bizning rahbarimiz juda ham mehribon, oq ko'ngil, kelgan hammani birdek ko'radi. Сердце одиноко.